Yonimdagi yaqin insonimni qanday o'zgartirishim mumkin? Nimagidir ham bizni hayotda bizga yoqmaydigan, bizani g'ashimizni keltiradigan, bizga xalaqit beradigan yoki shunchaki bizni qabul qila olmaydigan insonlarni o'zgartirishga harakat qilamiz, o'zgarishini xohlaymiz. Bizni birovni o'zgartirishga haqqimiz ham, huquqimiz ham yo'q. Shu narsani yaxshi bilib olish kerak. O'zingiz o'zgaring, atrofingizdagilar ham o'zgaradi. Atrofingizdagilarning munosabati ham o'zgaradi, uyingizdagi muhit ham o'zgaradi. Kimdir bu fikrga qo'shiladi, kimdir qo'shilmaydi. Boshida menda ham shunaqa holat bo'lgan. Atrofimdagi juda ko'pchilikda shunaqa bo'ladi va ayollardan kelayotgan ko'plab murojaatlarda ham shu narsani ko'rishim mumkin. Qaranglar, sizni g'ashingizni keltirayotgan inson aynan sizni отражениеңiz, ya'ni sizni oynangiz, sizni o'zingizdagi to'g'rilanishi kerak bo'lgan jihatlaringizni ko'rsatib beradi. Umuman olganda, mana ijtimoiy tarmoqlarda o'tirasizda, kimdir sevib kuzatasiz, kimdir sizni g'ashingizni keltirishi mumkin. Yoki bo'lmasam farzandingizda shu narsa takrorlanishi mumkin, yoki turmush o'rtog'ingizda yoki qaynonangizda. Ko'pchilik o'sha qaniydi o'zgarsa edi, qaniydi undoq bo'lsa edi, qaniydi bundoq bo'lsa edi deydi-da, fokusni boshqalarga qaratadi. Boshqalarning hayotiga va boshqalarning o'zgarishini kutib o'tirishga qaratadi. Undan ko'ra siz o'sha payt, mana shunaqa kimdir sizni g'ashingizni keltirayotgan payt, bitta narsani o'ylang. Nimaga bu inson meni g'ashimni keltiryapti? Nimaga buni gap so'zi yoki ovozi yoki nimadirlari menga yoqmayapti? Nimaga men degan savolni bering. Nimaga menga yoqmayapti? Nimaga u siz uchun o'zgarishi kerak? Balkim u o'sha o'zini hayotida, o'zini xarakteri bilan, o'zini qadriyatlari bilan, umuman o'zini hayoti bilan mazza qilib yashayotgandir. Nima uchun u inson siz uchun o'zgarishi kerak? Nima uchun? Siz u inson uchun nima qilib qo'ydingiz? Bizda kattalarda gap bor, ota-onamizga goh-gohida ozgina aql o'rgatib qo'ysa, "Ha, sen meni tug'ib katta qilib qo'yganmisan, boqib qo'yganmisan, nima aql o'rgatasan?" deyshadi-ku. Xuddi shunaqa. Birovni o'zgartirishga yaxshilab mana shu narsani eslab qolishimiz kerak. Umuman haqqimiz ham, huquqimiz ham yo'q. Sizni o'sha inson g'ashingizni keltiryaptimi? Demak, bu sizni отражает, ya'ni sizni aksingiz. Insonlar o'zi oyna. Siz insonlarda faqat o'zingizni ko'rasiz. Undagi kamchiliklar ham, undagi sizga yoqmayotgan gap so'zlar ham o'zi aslida bu siz. Misol uchun, bitta insonni primer qilib ko'rsataman. Men u insonni yoqtiraman. Men u insonni kuzatishni yoqtiraman. Ovozi ham, o'zini tutishi ham, balkim g'alati qiliqlari ham menga yoqadi, lekin sizga yoqmasligi mumkin. Bu undagi ko'rsatib berilayotgan bir qancha sifatlar, balkim siz unga hasad qilayotganingizdan yoki balkim ko'ra olmayotganingizdan yutuqlarini, muvaffaqiyatlarini o'shani ko'rsatib berayotgandir. Sizda yo'q narsalar uchun siz gohida hasad qilishingiz mumkin. Bir paytlar mana shunaqa holatda bo'lganman. Poslerodovaya depressiya holatida bo'lganman. U narsani men depressiyaligini bilmaganman. Dekretdagi ikkita kichkina bolasi bor ona Instagramda kuzatganman bitta blogerni. Xullas, u bloger xuddi mendagi положениеda bo'lgan, lekin qisqa vaqt ichida shunaqangi zo'r ko'tarilgan. Oddiy ijtimoiy tarmoqlar orqali uyda o'tirgan holda zarabatować qilishni boshlaganda, ketma-ket sayohatlarga chiqqan, eri bilan munosabatlari yaxshilangan, mashina, uy olishni boshlagan, bolalarini yaxshi joylarda o'qitishni boshlagan. Men esa o'sha holatda qanday bo'lgan bo'lsam, o'sha holatda qolib ketaverganman. Men uni 1 yil kuzatganman, lekin 1 yil davomida o'sha insonni kuzatsam ham nervnичать qilardim-da. Nimaga kuzatardim? Отписка qil, kuzatma, nima qilasan nervnичать qilib degan odam bo'lmagan. Lekin aynan o'sha qiz sabab men o'zimda kuch topib, motivatsiya olib, mana harakatga tushganman. Bu yerda ham nimani masalaga ko'rsatib bermoqchiman. Sizni g'ashingizni keltirayotgan inson, sizga yoqmayotgan inson, nimaga menga bu inson yoqmayapti, nimaga g'ashimni keltiryapti deb shuni ildizini kovlaydigan bo'lsangiz, aslida siz unga havas qilayotganingizni yoki hasad qilayotganingizni ko'rish mumkin. Endi turmush o'rtoqqa buni qanaqa bog'lasa bo'ladi yoki turmush o'rtog'imni o'zgartirmoqchiman, turmush o'rtog'imni qanaqa o'zgartirsam bo'ladi degan savol uyg'onadigan bo'lsa, nimaga turmush o'rtog'im
o'sha menga yoqmay qolyapti yoki turmush o'rtog'imdagi qaysi sifatlar menga yoqmayapti deb yozib ko'rib chiqing. Misol uchun kimgadir turmush o'rtog'ini bilmadim, baqirib gapirishi yoqmaydi yoki ko'p uxlashi yoqmaydi yoki bilmayman, telefonda ko'p gaplashishi yoqmaydi yoki menga erim e'tibor bermaydi, e'tibor berishni xohlayman deb nolib yozadigan ayollar borda. Xo'p, senga e'tibor berish uchun sen nima qilding degan savolni har doim o'zingizga bering. Erkaklar o'zi qanday ayollarga talpinishadi? Aynan o'sha o'tgan safargi darsligimda aytgandim, energetически kuchli ayollarga, ya'ni qiziqarli magnit ayollarga talpinishadi. Turmush o'rtog'ingizni o'zgarishni xohlasangiz, avvalo o'zingiz o'zgarishdan boshlang. Ya'ni bitta ustozimiz borlar, ular ham zo'r psixologlar. Agar turmush o'rtog'ingiz sizga e'tibor bermayotgan bo'lsa, siz shu kungacha qilayotgan ishlaringizni teskarisini qilinglar dedilar-da. Chunki o'sha paytda siz har doim zo'r ularni e'tiborini tortish uchun nimadirlar qilgan bo'lsangiz, endi qilmay qo'ysangiz, turmush o'rtoq sizga nimaga bu bunaqa o'zgarib qoldi deb e'tibor berishni boshlar ekanda, bu degani hayotingiz yomonlashishiga emas, yanada qiziqarli bo'lishiga olib keladi. Yanada o'zingizni boshqa tomoningizni ko'rsatishga, yanada turmush o'rtog'ingizni boshqa tomonlarini o'rganishga ham sabab bo'ladi. Bu yerda innamal amalu binniyat, amallar niyatlariga qarab, men oilamni mustahkamlamoqchiman, saqlab qolmoqchiman, go'zallashtirmoqchiman, qalb sakinati ila o'sha uyimda sakinat atmosferasini o'rnatmoqchiman. Yo Robbim, bu paytda nima qilay degan savolni o'zi beradigan bo'lsangiz ham javoblari o'z-o'zidan keladi. Endi yana 3-variant, kelinlarga, ayollarga qaynonasi yoqmay qoladi yoki qaynonasi o'zgarishni xohlaydi. Qachon meni qaynonam ham boshqalarning qaynonasiga o'xshagan mehribon, hadeb urushga urmaydigan, meni yaxshi ko'radigan qaynonaga aylanadi. Men ularga qiz bo'lib, nima edi, qizdek xizmat qilaman-ku yoki qizlardek bo'lmoqchiman-ku degan savollar ham ko'p keladi-da. Bitta narsani, oddiy qoidani bilishimiz kerak. Hech qachon kelin qiz bo'lmaydi, qaynona ona bo'lmaydi. Qaynona, kelin bu kelin. Bir-birini o'shnaqa juda ham yaxshi ko'rishi mumkin hayotda, lekin baribir ham ona bolada ikkalovligi iliq bo'lmaydi. Orasida baribir ham qanaqadir ham devor yoki parda yoki masofa bo'ladi. Bu narsa ham normal holat. Chunki oramizda ozgina o'sha parda bo'ladigan bo'lsa ham bir-birimizga bo'lgan hurmat saqlanadi. Hurmatsizlik qilib qo'yamiz o'zimizni onamizga. Goh-gohida tovushimizni baland ko'tarib qo'yamiz-da. Qaynonalarga unaqa qila olmaymiz. Buni ham pluslarini ko'rib chiqish kerak bo'ladi va nima uchun qaynonangiz siz uchun o'zgarishi kerak? Qaynonangiz yoshi nechida? Hayotda nimalarni ko'rgan va sizni juft haloli sevimli yoringizni boqib katta qilib qo'ygan, tarbiyalab qo'ygan. O'shaning uchun insonlarni boricha qabul qilish kerak. Yana bitta narsani shu o'rinda aytib o'taman. Qaranglar, siz bandalarni yoqtirmay Allohga isyon qilyapsizmi? Bu degani o'sha bandalarning aybi emas. Alloh yaratgan bandalarini siz qabul qilmayapsiz degani. Bu borada nuqta qatga borib taqaladi. Aynan Robbimizga borib taqaladi. O'shaning uchun bitta narsani qabul qilishimiz kerak, rozi bo'lishimiz kerak. Yo Robbim, shu bandani boricha qabul qilishimga o'zing menga sabr, toqat ber. Mana insonga mana shunaqa отношение qilmay, g'ashim kelmasin, o'zing menga to'g'ri yo'l ko'rsatib, shunchaki niyat qilishingiz mumkin, duolar qilishingiz mumkin. O'sha insonni shunchaki boricha qabul qilasiz va u inson yoqmayotgan bo'lsa, siz u insonni o'zgartirishga emas, o'zingiz o'zgarishga harakat qiling. Ana o'shanda o'sish va Xudo xohlasa muvaffaqiyatlar eshigi ochiladi.